Assalomu alaykum, hurmatli pensionerlar va pensioner ota-onasiga yordam berayotgan farzandlar. Bugun men sizga juda muhim masalani tushuntiraman. Pensiya olayotgan har bir inson zudlik bilan pensiya tayinlanganligi va pensiya miqdori to'g'risidagi ma'lumotnomani olib qo'yish kerak. Bu oddiy qog'ozdek ko'rinishi mumkin, lekin amalda u ko'p joyda sizning huquqingizni, imtiyozingizni, daromadingizni va ijtimoiy maqomingizni tasdiqlaydigan eng kerakli hujjatlardan biri hisoblanadi. Ayniqsa kommunal to'lov, bank subsidiya, sanatoriy tibbiy yordam, aliment, meros, kredit, ijtimoiy yordam yoki boshqa davlat xizmatlariga murojaat qilganingizda shu hujjat kerak bo'lib qoladi. Men buni shunchaki vahima qilish uchun aytmayapman. Ko'p pensionerlar pensiya kartam bor, pasportim bor, shu yetadi deb o'ylaydi. Lekin amaliyotda ba'zi tashkilotlar aynan pensiya miqdori ko'rsatilgan rasmiy ma'lumotnomani so'raydi. Agar hujjat oldindan tayyor bo'lmasa, odam bankka boradi, keyin qaytadi. Yana pensiya jamg'armasiga boradi, navbat kutadi. Bir ish 2-3 kunga cho'ziladi. Shuning uchun videoni oxirigacha eshiting. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosib qo'ying. Chunki bu ma'lumot nafaqat sizga, balki ota-onangiz, qo'shningiz, qarindoshingiz uchun ham kerak bo'lishi mumkin. Avval qanday edi? Oldin ko'p hujjatlar faqat qog'oz shaklida yuritilar edi. Pensioner biror joyga murojaat qilsa, undan pensiya daftarchasi, pensiya guvohnomasi yoki pensiya jamg'armasidan olingan alohida ma'lumotnoma so'ralardi. Odam yashash joyidagi bo'limga borar, ariza yozar, ba'zan ertaga kelarsiz deyishardi. Ayrim joylarda bank yoki boshqa tashkilot xodimi ma'lumotni o'zi tekshira olmasdi. Shuning uchun pensionerni qayta-qayta hujjat olib kelishga majbur qilardi. Hozir nima o'zgardi? Hozir davlat xizmatlari bosqichma-bosqich elektronlashmoqda. Ko'plab ma'lumotlar yagona tizimlar orqali tekshiriladi. Lekin bu degani pensioner qo'lida hech qanday hujjat bo'lmasa ham hamma joyda ish bitadi degani emas. Amalda ikki xil holat bor. Birinchi holat, tashkilot o'zi elektron bazadan tekshiradi va sizdan ortiqcha qog'oz talab qilmaydi. Ikkinchi holat, tashkilotning tizimi ishlamaydi. Xodim ma'lumotni ko'ra olmaydi yoki ichki tartib bo'yicha sizdan rasmiy ma'lumotnoma talab qiladi. Ana shunday vaziyatda qo'lingizda tayyor hujjat bo'lsa, ishingiz tezlashadi. Bu hujjat nimani isbotlaydi? U sizning haqiqatan pensioner ekaningizni, pensiya turi qandayligini, pensiya qancha miqdorda tayinlanganini, ayrim hollarda pensiya qaysi sanadan berilayotganini tasdiqlaydi. Masalan, yoshga do'yri pensiya, nogironlik pensiyasi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi yoki boshqa turdagi pensiya bo'lishi mumkin. Tashkilotlar uchun bu ma'lumot muhim, chunki ular sizning daromadingizni hisoblaydi, imtiyozga tushasizmi, yo'qmi aniqlaydi. To'lov qobiliyatingizni baholaydi yoki ijtimoiy yordamga haqliligingizni tekshiradi. Endi kimlar bu hujjatni albatta olib qo'yishi kerakligini batafsil tushuntiraman. Birinchi navbatda yoshi katta pensionerlar. Ayniqsa o'zi yolg'iz yashaydigan, farzandlari boshqa shaharda yoki chet elda bo'lgan insonlar bunday hujjatni oldindan tayyorlab qo'yish juda foydali. Chunki biror favqulodda holat bo'lsa, masalan, shifoxonaga yotish kerak bo'lsa, dori-darmon bo'yicha yordam so'ralsa yoki mahalladan moddiy yordam masalasi ko'rilsa, pensiya miqdorini tasdiqlovchi hujjat darhol kerak bo'lishi mumkin. Ikkinchi guruh, bank xizmatidan foydalanadigan pensionerlar. Masalan, kimdir pensiya kartasini almashtirmoqchi, kimdir mikroqarz olmoqchi, kimdir omonat ochmoqchi, kimdir farzandiga kafil bo'lishi kerak. Bank odatda rasmiy daromadni ko'rishni xohlaydi. Pensiya kartasiga har oy pul tushishi bank uchun ma'lumot beradi. Lekin ayrim banklarda aniq ma'lumotnoma so'raladi. Masalan, pensioner oyiga 1 ming so'm pensiya olsa, bank uning oylik majburiy to'lovlari qancha bo'lishi mumkinligini hisoblaydi. Agar u 500 ming so'mlik to'lovni zimmasiga olsa, bank daromad yetarlimi yoki yo'qmi deb tekshiradi. Shu paytda pensiya miqdori to'g'risidagi hujjat muhim bo'ladi. Uchinchi guruh subsidiya, kompensatsiya yoki ijtimoiy yordam olishni istayotganlar. Misol uchun, oilada 2 pensioner yashaydi. Biri 20 ming so'm, ikkinchisi 920 ming so'm pensiya oladi. Ularning umumiy daromadi 2 ming so'm. Agar ular mahalla orqali ijtimoiy yordam so'rasa yoki kommunal to'lov bo'yicha yengillik masalasini ko'tarsa, oila daromadi hisoblanadi. Biz pensionermiz deyishning o'zi yetmasligi mumkin. Raqam bilan tasdiqlan rasmiy hujjat kerak bo'ladi. 4-guruh
davolanish, sanatoriy, reabilitatsiya, protez, eshitish moslamasi yoki nogironlik bilan bog'liq yordam so'raydiganlar. Bunday holatlarda tashkilotlar ko'pincha shaxsning ijtimoiy ahvolini ko'radi. Agar pensionerning daromadi past bo'lsa, ayrim yordam turlari bo'yicha navbatga qo'yilishi yoki qo'shimcha ko'mak ko'rsatilishi mumkin. Masalan, 73 yoshli onaxon oyiga 9 ming so'm pensiya oladi va dori-darmon xarajati bir oyda 4 ming so'mga tushadi. U mahallaga yoki tibbiy ijtimoiy xizmatga murojaat qilganda pensiya miqdorini ko'rsatuvchi ma'lumotnoma uning real ahvolini tushuntirishga yordam beradi. 5-guruh pensiyasi qayta hisoblanishini kutayotganlar. Ayrim pensionerlar ishlagan yillari, ish staji, ish haqi ma'lumotlari yoki qo'shimcha hujjatlar topilgani sabab pensiya miqdorini qayta ko'rib chiqishni so'raydi. Bu vaziyatda eski miqdor bilan yangi miqdorni solishtirish kerak bo'ladi. Masalan, fuqaro avval 1,3 ming so'm pensiya olayotgan edi. Keyin arxivdan qo'shimcha ish staji topildi. Qayta hisobdan keyin pensiya 1,5 ming so'm bo'ldi. Agar qo'lida avvalgi ma'lumotnoma bo'lsa, o'zgarish aniq ko'rinadi. Bu odamga ham, uning hujjatini ko'rib chiqayotgan mutaxassisga ham qulay. 6-guruh meros, sud, oilaviy nizo yoki aliment bilan bog'liq holatga tushganlar. Men amaliyotda shunday vaziyatlarni ko'p ko'rganman. Pensioner sudga murojaat qiladi yoki unga nisbatan sud ishi bo'ladi. Sud daromad manbasini aniqlamoqchi bo'ladi. Kimdir qarzdorlik bo'yicha to'lovni bo'lib to'lashni so'raydi. Kimdir o'zining moddiy ahvoli og'irligini ko'rsatadi. Bunday holatda pensiya miqdori haqidagi rasmiy hujjat dalil sifatida kerak bo'ladi. Og'zaki gap sud yoki tashkilot uchun yetarli bo'lmaydi. Kimlar unchalik xavotir olmasa bo'ladi. Agar siz hech qayerga murojaat qilmayotgan bo'lsangiz, bank bilan ishingiz yo'q, ijtimoiy yordam so'ramayapsiz. Pensiyangiz muntazam tushyapti va yaqin orada hujjat talab qilinadigan ishlaringiz bo'lmasa, darhol yugurib borish shart emas. Lekin baribir hujjatni olib qo'yish zarar qilmaydi. Chunki hayotda kerak bo'ladigan payt oldindan ogohlantirib kelmaydi. Bugun kerak emas, ertaga shifoxona, bank yoki mahalla so'rab qolishi mumkin. Endi muhim istisnolar va ko'pchilik e'tibor bermaydigan nozik jihatlarni aytaman. Birinchi nuanji, ma'lumotnoma eskirib qolishi mumkin. Ayrim tashkilotlar oxirgi 1 oy ichida olingan bo'lsin yoki oxirgi 3 oy ichida olingan bo'lsin deb talab qiladi. Chunki pensiya miqdori indeksatsiya, qayta hisoblash yoki boshqa sabab bilan o'zgarishi mumkin. Demak, siz hujjatni olib qo'ysangiz yaxshi, lekin muayyan tashkilotga topshirishdan oldin ularning muddati bo'yicha talabini aniqlang. Agar bank 30 kunlik ma'lumotnoma kerak desa, 1 yil oldin olingan hujjatni qabul qilmasligi mumkin. Ikkinchi nuanji, hujjatda ism, familiya, tug'ilgan sana, yer, pensiya turi va miqdori to'g'ri yozilganini tekshiring. Bitta harf xatosi ham muammo tug'diradi. Masalan, pasportda G'ulomova deb yozilgan, ma'lumotnomada Gulomova deb ketgan bo'lsa, ayrim joylar buni texnofarq deb qabul qiladi. Ayrim joylar esa tuzatib keling deydi. Ayniqsa bank, sud, notarius kabi joylarda ma'lumotlar bir-biriga mos bo'lishi kerak. 3-nuanji, pensiya kartasidagi tushum bilan tayinlangan pensiya miqdori har doim bir xil ko'rinmasligi mumkin. Nega? Chunki ayrim hollarda ushlab qolishlar bo'ladi. Masalan, qarzdorlik, aliment, ijro hujjati yoki oldingi ortiqcha to'lov bo'yicha ushlab qolish bo'lishi mumkin. Pensioner, men 1,5 ming so'm olaman deydi. Lekin kartaga 1,2 ming so'm tushadi. Tashkilot esa haqiqiy tayinlangan pensiya qancha, qo'lga tegadigani qancha deb farqlashi mumkin. Shuning uchun hujjat ko'rsatilgan raqamni diqqat bilan o'qing. 4-nuanji. Agar pensioner ishlayotgan bo'lsa, faqat pensiya ma'lumotnomasi yetmasligi mumkin. Masalan, 2 yoshli erkak pensiya oladi va qo'shimcha ravishda qorovul bo'lib ishlaydi. Pensiyasi 1,4 ming so'm, ish haqi 2 ming so'm. Subsidiya yoki kredit uchun murojaat qilganda umumiy daromad hisoblanadi. Demak, unga pensiya ma'lumotnomasi bilan birga ish joyidan maosh ma'lumotnomasi ham kerak bo'lishi mumkin. Ko'pchilik shuni unutadi va hujjati to'liq bo'lmagani uchun ish cho'ziladi. 5-nuanji, ishonchnoma orqali ish ko'rayotgan farzandlar ehtiyot bo'lishi kerak. Agar ona yoki ota yura olmasa, farzandi hujjat olib berishi mumkin, lekin ayrim holatlarda notarial ishonchnoma talab qilinadi. Ba'zi elektron xizmatlarda esa pensionerning o'zi nomidan kirish. Elektron raqamli imzo yoki One ID orqali tasdiqlash kerak bo'ladi. Shuning uchun men
o'g'liman yoki men qiziman deyish har doim yetarli bo'lavermaydi. Oldindan qaysi tartibda olish mumkinligini aniqlash zarur. 6-nuanji. Boshqa davlatga ketayotgan yoki chet elda yashayotgan pensionerlar uchun bu hujjat yanada muhim bo'lishi mumkin. Chet eldagi ayrim idoralar pensiya daromadini tasdiqlashni so'raydi. Bunda oddiy ma'lumotnoma yetmasligi, tarjima, notarial tasdiq yoki apostil talab qilinishi mumkin. Agar pensioner farzandlariga uzoq muddatga ketayotgan bo'lsa, ketishdan oldin pensiya bilan bog'liq hujjatlarni tartibga keltirib qo'ygani ma'qul. 7-nuanji. Pensiya yangi tayinlangan bo'lsa, birinchi to'lov tushishini kutish kerak bo'ladigan vaziyatlar bor. Masalan, hujjatda pensiya tayinlangan deb ko'rsatiladi, lekin bank hali kartaga birinchi o'tkazmani ko'rmaydi. Bank xodimi hali tushum yo'q, keyin keling deyishi mumkin. Shu sabab qaysi maqsad uchun hujjat olayotganingizni aniq biling. Agar siz bank krediti uchun olayotgan bo'lsangiz, bank ham ma'lumotnoma, ham kartaga tushum tarixini ko'rishni xohlashi mumkin. 8-nuanji. Eski pensiya guvohnomasi borligi yangi ma'lumotnoma o'rnini har doim bosmaydi. Guvohnoma siz pensioner ekaningizni ko'rsatadi, lekin unda hozirgi pensiya miqdori bo'lmasligi mumkin. Tashkilotga esa aynan hozir qancha olayotganingiz kerak. Shuning uchun menda eski guvohnoma bor deb xotirjam bo'lib qolmang. Guvohnoma boshqa, pensiya miqdori bo'yicha rasmiy ma'lumotnoma boshqa. Endi nima qilish kerakligini bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam, hujjatni nima uchun olayotganingizni aniqlang. Bank uchunmi, mahalla uchunmi, sud uchunmi, sanatoriy uchunmi, subsidiya uchunmi yoki shunchaki zaxira uchunmi? Maqsad aniq bo'lsa, sizga qaysi turdagi ma'lumotnoma kerakligi ham aniq bo'ladi. Ba'zan pensiya tayinlanganligi haqida ma'lumotnoma yetadi. Ba'zan pensiya miqdori haqida ma'lumotnoma kerak bo'ladi. Ba'zan esa oxirgi 6 oyda to'langan pensiya summalari haqida ma'lumot so'raladi. Ikkinchi qadam, pasport yoki ID kartangizni tayyorlang. Agar eski pasport bo'lsa, undagi ma'lumotlar amaldagi hujjatlar bilan mosligini tekshiring. JSH raqamingiz kerak bo'lishi mumkin. Agar farzandingiz sizning nomingizdan ish yuritayotgan bo'lsa, uning pasporti va ishonchnoma masalasini oldindan aniqlang. 3-qadam, yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling yoki Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali elektron ma'lumotnoma olish imkoniyatini tekshiring. Elektron xizmatdan foydalana oladiganlar uchun bu ancha qulay. Uyda o'tirib ariza berasiz. Ma'lumotnoma elektron shaklda chiqadi, QR kod yoki elektron tasdiq orqali uning haqiqiyligi tekshiriladi. Lekin internetdan foydalana olmaydigan pensionerlar uchun eng ish uchun yo'l hududiy bo'limga borish yoki yaqinlaridan yordam so'rash. 4-qadam. Ariza berganda aniq yozing. Masalan, menga pensiya tayinlanganligi va hozirgi pensiya miqdori to'g'risida ma'lumotnoma berishingizni so'rayman deb yozish mumkin. Agar oxirgi 6 oy yoki 12 oy bo'yicha to'lovlar kerak bo'lsa, shuni ham alohida ko'rsating. Chunki umumiy ma'lumotnoma bilan davrlar bo'yicha to'lov ma'lumotnomasi bir xil bo'lmasligi mumkin. 5-qadam, hujjatni olganingizdan keyin darhol tekshiring. Ism, familiya, tug'ilgan sana, pasport yoki ID ma'lumotlari. Pensiya turi, pensiya miqdori, sana, berilgan tashkilot nomi, mas'ul xodim imzosi yoki elektron tasdiq bor yo'qligiga qarang. Agar QR kod bo'lsa, telefon orqali ochilib ochilmasligini tekshirib ko'ring. Xatolikni uyga borgandan keyin emas, o'sha joyning o'zida aniqlagan ma'qul. 6-qadam, qog'oz shaklida olgan bo'lsangiz, uni papkaga solib qo'ying. Telefoningizga, rasmga olib qo'yish ham foydali. Elektron shaklda olgan bo'lsangiz, faylni telefoningizda, farzandingiz telefonida yoki elektron pochtada saqlab qo'ying. Lekin shaxsiy ma'lumotlaringizni begonalarga yubormang. Pensiya miqdori, JSH. Pasport ma'lumotlari shaxsiy ma'lumot hisoblanadi. Uni har kimga ko'rsatish to'g'ri emas. 7-qadam, agar pensiya miqdorida tushunarsiz farq bo'lsa, izoh so'rang. Masalan, siz 1 ming 600 ming so'm deb o'ylaysiz. Hujjatda 1 million 4 ming so'm yozilgan yoki kartaga har oy har xil summa tushyapti. Bunday vaziyatda nega bunday deb aniq savol bering. Indeksatsiya ushlab qolish, qayta hisoblash. Ortiqcha to'lovni qaytarish yoki texnik sabab bo'lishi mumkin. Pensioni o'z pulining hisobini bilishga haqli. 8-qadam, agar sizga hujjat berishni asossiz cho'zishsa, arizangizni ro'yxatdan o'tkazishni so'rang. Har qanday murojaat ishsiz qolmasligi kerak. Ariza raqami, sanasi yoki
qabul qilinganligi haqida belgi bo'lsa, keyin nazorat qilish oson bo'ladi. Agar elektron murojaat qilsangiz, tizimdagi ariza raqamini saqlab qo'ying. Bu keyinchalik murojaat qilmagansiz degan gaplarning oldini oladi. 9-qadam. Mahallaga, bankka yoki boshqa tashkilotga borishdan oldin telefon qilib so'rang. Sizlarga pensiya miqdori bo'yicha ma'lumotnoma kerakmi? Qaysi muddatdagiz kerak? Elektron shaklini qabul qilasizmi? Asl nusxa kerakmi? deb aniqlang. Bu juda oddiy, lekin ko'p vaqtni tejaydi. Masalan, bir bank elektron QR kodli ma'lumotnomani qabul qiladi. Boshqa bank faqat qog'oz nusxani so'rashi mumkin. Bir mahalla oxirgi 3 oylik ma'lumotni so'raydi, boshqa joy umumiy ma'lumotnoma bilan kifoyalanadi. 10-qadam, yaqinlaringiz bilan kelishib qo'ying. Agar pensioner ota-onangiz bo'lsa, ulardan hujjatlarni bir joyga yig'ib qo'yishni so'rang. Pasport nusxasi, pensiya kartasi rekvizitlari, pensiya ma'lumotnomasi, tibbiy hujjatlar, telefon raqamlari bir papkada tursa, kerakli paytda sarson bo'lmaysiz. Bu nafaqat qulaylik, balki xavfsizlik hamdir. Chunki favqulodda vaziyatda kim qayerga borishini, qanday hujjat kerakligini biladi. Hayotiy misol keltiraman. Bir otaxon bankdan kichik miqdorda kredit olmoqchi bo'ladi. U pensiyam kartaga tushadi, bank o'zi ko'radi deb o'ylaydi. Bank esa undan pensiya miqdori to'g'risida ma'lumotnoma so'raydi. Otaxon ertasi kuni pensiya bo'limiga boradi, navbat kutadi. Keyin ma'lumotdagi tug'ilgan sana xatosi chiqadi. Uni tuzatish uchun yana vaqt ketadi. Agar u bu hujjatni oldindan tekshirtirib qo'yganida, ishi bir kunda bitardi. Yana bir misol, onaxon mahalladan moddiy yordam so'raydi. U yolg'iz yashaydi, pensiyasi 1 million so'm, dori-darmon xarajati esa oyiga kamida 305 million so'm. Mahalla uning holatini ko'rib chiqishi uchun daromadni tasdiqlovchi hujjat so'raydi. Onaxon pensiyam kam deydi, lekin aniq raqam kerak bo'ladi. Ma'lumotnoma olib kelgach, uning arizasi to'liq ko'rib chiqiladi. Demak, hujjat yordam olish imkoniyatini ham tezlashtiradi. Yana bir holat, pensionerning pensiyasidan ijro hujjati bo'yicha ma'lum summa ushlab qolinadi. U kartaga kam pul tushayotganidan norozi bo'ladi. Ma'lumotnoma va to'lov tafsilotlarini olgach, u asl pensiya qancha, ushlab qolish qancha, qo'lga tegadigan summa qancha ekanini bilib oladi. Bu esa odamga o'z huquqini himoya qilish, agar xato bo'lsa murojaat qilish imkonini beradi. Hurmatli pensionerlar, bugungi eng asosiy gapim shuki, pensiya tayinlanganligi va pensiya miqdori to'g'risidagi ma'lumotnomani oldindan olib qo'ying, yoki hech bo'lmaganda uni qanday olishni bilib qo'ying. Bu hujjat bankda, mahallada, tibbiyotda, sudda, notariusda, subsidiya va ijtimoiy yordam masalalarida kerak bo'lib qolishi mumkin. Hujjatni olganda ma'lumotlar to'g'riligini tekshiring, muddati bo'yicha talablarni aniqlang. Nusxasini saqlang va shaxsiy ma'lumotlaringizni begonalarga tarqatmang. Agar siz pensioner bo'lsangiz, bugunoq hujjatlaringizni ko'zdan kechiring. Agar ota-onangiz pensioner bo'lsa, ularga yordam bering. Chunki ko'p yoshi katta insonlar internet, elektron xizmat yoki rasmiy ariza tartibida qiynalishi mumkin. Sizning 1 soatlik yordamingiz ularning bir necha kun sarson bo'lishining oldini oladi. Kommentariyada yozing. Sizdan qaysi joyda pensiya ma'lumotnomasi so'rashgan? Bankdami, mahalladami yoki boshqa tashkilotdami? Tajribangiz boshqalarga ham foyda bo'ladi. Videoni foydali deb bilsangiz, albatta like bosing. Kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni pensioner yaqinlaringizga yuboring.